Umaqlarım, keşkinlar xayrlik bo'lsin. Bugun men sizlarga qo'rqoq degan cho'chakni aytib berayin. Undaqda qulog'inglar menda bo'lsin. Burun degan, teriq to'lim degan. Bo'ri qaroq chikan, tulga moriq chikan. To'g'u dangal chikan, o'chga jangal chikan. Qirg'oqlik ja degan, quyruqi ya degan. To'shqan bilan 40 ot eshak, 3 qo'y, bo'g'u maral, to'gi tayla qamiz bo'lib bir jangalda yashaydi ekan. Jangaldagi yavash hayvonlar daryodagi qiyiqdek, suvdagi beliqdek o'ynab kulib, xotirjam o'tlab yurgan kunlarning birida yaqin atrofda bir to'p bo'ra paydo bo'lib qilib, hayvonlarning oqsoq cho'laq, qo'zi po'tilaq, ojiz, yetim yesirlarni urib, so'qib ketibdi. Ularga hech bir orom bermabdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Bo'rilarning vahshiyligi haddidan eshibdi. Hayvonlarning g'am qayg'usi chekiga yetibdi. Buningdan g'azablangan ot sakrab o'tirg'i chiqibdi-da, jangalda yashaydigan jimiki hayvonlarning bir yerga yig'ilishni so'rab, xabar avatibdi. Bu xatdan xabar topgan ushshaq joncharbay hayvonlar tushma-tushdan bir so'ringa yig'ilibdi. Shu chaqda ot yig'ilganlarga mundaq debdi: "Birodarlar, bo'ri degan xumplar jangalimizga bolalarni, qo'zi poqlon, tik toyoqlarni o'ldirib, qirib, otini bolani otidan ayirib, tinish amon kun ko'rgil qo'ymaydigan bo'lib ketdi. Bo'rilarni jangalimizdan yo'q qilmoqcha hech qaysimizga yaxshi kun yo'q. Mening gapimni ma'qul ko'rsanglar, hammamiz birlashib qo'limizga qurol yaroq olaylik. Bo'ri degan kasobatning hujumiga qarshi jang qilaylik. Qani, sizlar bunga nima deysizlar, ha?" Hayvonlar quloqlarini ding tutishib, "Durust gap qilding, aqlliq otvoy. Bo'rilarni yo'q qilmoqcha hech qaysimizga omonlik yo'q. Shundoq qilaylik, debdi. Shu arada o'chga o'tirg'i chiqib, "To'xtanglar jamoat, to'xtanglar. Urush qilishni qilamiz. Urushni nim bilan qilamiz? Quruq qo'limiz bilanmi? Sizlar bo'rilarning o'tkir tishlarini bilmamsizlar? Uning tishiga uchrab qolsak, dunyoda sog' qolamdi. Shu chidalni qo'yib singan ninimizni yeylik. Nihoyatda esa bir yilda bir nechamizni yeb ketar. Shu bir necha qo'zi toyloqni deb urush qilsak, baloga qolamiz-da. Hammamiz vayron bo'lib tugab ketamiz shu", debdi. O'shkining bu gapini anglagan boshqa hayvonlar birdan xiyolga cho'mib, dilog'ul bo'lib qoldi. Bo'yni uzun to'gimi og'zini maqildatibdi. Bu chaqda ot yana: "O'shkining gapi to'g'ri emas, do'stlarim. Bizda qurol yo'q degan nimasi? Biz hammamiz o'mlashib bir tug'ning ostiga jam bo'lsak, qurol yaroq degan o'zimizda bor. Mana men qattiq putim bilan bo'rining putiga tepaman. O'shka og'ina, sen beshingdagi qattiq mungizing bilan bo'rining beqini usib qo'rsitdan teshib etsan. Eshak voy, sening tuyuqingmi meningga o'xshash qattiq. Uning ustiga dahshat dangriya olaysan. Ovozingdan bo'rilar qo'rqib ketadi. To'g'voy do'stim, sen mu ham qilmag'in. Topiningni bir ossang, bayni chorak toshni otgandek tegadi. Bo'ri shu yerda jon berdi emasmi? Boshqalarningmi o'zinglarga loyiq qurol yorug'inglar bor. Mana shu qurollarni aplab ish qilsak, bo'rilarni alvat yer bilan yeyson qilib, to'pisini osmonga so'riyolaymiz." Atning bu so'zni anglagandan keyin to'ga so'zga kirishibdi. "O'g'u, shundoq otvoy. Qarab boqsam o'shkining gapi o'rinliq. Dushman bilan tang bo'lamiz deb qon to'kicha sulh qilib, birga o'tganimiz yaxshi. Bizdan kelsa noyda har yil bir necha kichik bola qurbon bo'lar. Iloji bor elchi avatib, hujum qilmasqa to'xtam tuzaylik", deb gapini tugatibdi. Boshqa hayvonlarmi to'gining bo'yi egiz, aqli cho'ng deb o'ylashib, bo'rilar bilan sulh to'xtam tuzmoqchi bo'libdi.
atning shuncha aytgan nasihatlarga quloq solmabdi. Aradan biri chiqib, "Undaqda bo'ylar bilan kelishim tuzishga kim avchi bo'lib boradi?" deb so'rabdikan, hech qaysi javob bermabdi. Shu chog'da tog' tekis qopib, "Jangalimizning chetida tulki deydigan bir maxluq bor. U gapgami ustikan. O'zi hammaga yiqilisha oladi. Ashu maxluqni xolis vakil qilib avasak" debdi. Boshqalar "Söhbatning ustida qarab turishga qirg'avulmi billa boshunamsa?" deb maslahat beribdi. Shunda qilib tulki bilan qirg'avul bo'ylarning oldiga vakil qilib avatilibdi. Tulki bu taklifni bijondil qabul qilibdi. Qancha o'yman do'nglardan o'tib, bo'ylarning qarg'i yetib beribdi. U yovuz bo'riga xushamad bilan ta'zim qilib turib pichirlabdi. "Hurmatli bo'ri janoblari, avjiga o'lim yo'q, charchagan ko'rim. Men o'zlarining xolis qolaman. Yaqindan buyon jangaldagi hayvonlar o'zlariga qarshi bir yoqidan bosh chiqarib jang qilmoqchi bo'lgan ekan. Peqir kamillari ularni bu yomon niyatidan qaytarib, bo'rlarga qarshi mush ko'targan to'g'ri emas. Uning ikkita xanjar tishiga hech qaysinglar tang kelolmaysizlar. Uningdan ko'ra bo'rlarning podshohiga arz etib, sulhiy to'xtam qilganinglar yaxshi deb maslahat berdim. Hammasi mening gapimni ma'qul ko'rib, bu xizmatni ado qilishga kamillarning huzurlariga vakil qilib avatdi" debdi. Bo'rlarning boshlig'i tulkining gapiga ishonmaganda qilib, "Jammu yirtqichlarning bir avlodi tursang, qandoq qilib yavash hayvonlarga vakil bo'lib kelalaysan?" deb so'rabdi. "Yo'qsa, janoblari, ishonmisizlar, ana daraxtning ustida turgan uzun quyruq qirg'avuldan so'rab baqsalar" deb qirg'avulni ishorat qilib ko'rsatdi. Bo'rlar bilan uning boshlig'i tulkining so'zini anglagandan keyin o'zaro maslahatlashib mundoq debdi: "Undoq bo'lsa, buni shartlarni to'liq qabul qilasan. Har oyda bizga 30 to'yga 30 qo'y, 33 ga 30 at, 30 buğa, 30 toshqon ish qilib jangalda yashaydigan hayvonlarning har qaysi xilidan har kuniga to'g'rilab vaqt o'lasin. O'z ixtiyori bilan oldimizga elib kelib topshirsin. Shunday qilganda biz hujum qilmaymiz. Bu fikrimizni to'liq yetkaz" debdi. Tulki haramzada buni rosa fursat deb bilibdi-da, 30 ga birni qo'shib hayvonlarga mundoq xabar elib kelibdi. "Har qaysi hayvonlardan har yiga 31 dan haq to'lasin. Bu xizmatni o'rindashga o'tirda xolis tulki vositachi bo'lsin" dedi debdi. Tulkining xabarini anglab, hayvonlar ig'ir qayg'u musibatga cho'kibdi. Shu chaqda ot maydonga chiqib mundoq debdi: "Qeyrindoshlarım, sizlar mening gapimga kirmay, o'chga va to'gining fikri bilan tulkining maslahatini anglab, dushman bilan sulhlashishni talab qildinglar. Ashu ig'ir shart bilan ahvolimiz nima bo'ladi? Bu shartlarga ko'nish naslimizni quritish degan gap emasmi? Qani, endi nima deysizlar? Dushman bizga hujum qilsa qarshi turmay qo'l qo'shtirib yotamizmi?" Bu qitim to'gi bilan o'shga o'zining boshida xato o'ylaganlariga pushaymon qilib, otning fikrini quvvatlabdi. Jangaldagi hamma hayvonlar jam bo'lib, bo'rlarning hujumiga qarshi tayyorlanmoqchi bo'libdi. Shu arada to'shqon sakrab chiqib, "O'g'illar, tuqqanlar, men bu ishga qatnasha olmayman. Bo'rining tishi yomon. Sizlarning qo'ral yaroqlaringlar bo'lgan bilanmi, uning tishiga tang kelolmaydi. Mening teramim nefis. Yo'q, men bu ishga orisholmayman. Men qo'rqaman" debdi. Toshqonning gapiga kichkina qo'lchaq mundoq javob beribdi: "Sening qurul yorqin bo'lmagan bilan nihoyat yaxshi yuralaysan do'stim. Sen bizga xabarchi bo'lib bergin. Jangalning bir chetida turib, bo'rlarning qarsini ko'rgan omon qisqa oyoqing bilan dikildab ushqanda xabar ilib kelsang, mana shu sening xizmating. Bu sharafli ish emasmi, Toshqonjon?"
Toshqan qo'zichoqning gapini anglab, ko'zini rasa bir alaytibdi-da, achchig'i bilan beshini silkib. Yo'q, men borolmayman. Xabariyla kulaman deb, hammamizning oldida bo'rining og'ziga berib turam deb turibdi. Boshqalar qancha nasihat qilsa-mu unimabdi. Hech kimning deginiga ko'nmabdi. Hayvonlarmi uning qo'rqinchaqligiga nafratlanib zo'rlamabdi. Bo'rilar kuz kunlarining birida zahri to'lgan ushuk hariga o'xshash vahshiyligi chekidan eshib, jangaldagi hayvonlarga hujum boshlabdi. Jangaldagi hayvonlarmi bo'sh kelmabdi. 40 kech kunduz jang bo'pti. Jang bo'lgandimi, shundoq qattiq jang bo'ptiki, hay, jalaq-qo'juluq, valaq-vuluq, taraq-turuq, sharoq-shuruq. O'lganlar o'libdi, saq qolganlar saq qoldi. Axir hayvonlar bo'rilarning birini qo'ymay, har tarafdan dassab, yanjib, tishlab, usib, chaylab, ushtidan pushtig'icha ularni bu jangalga qadam bosmas qilib etibdi. Toshqanpay bu ajoyib botirona jangni jangallikning ichida turib marabdi. Maydonda hayvonlarning qonga bo'yilib jang qilayotganligini ko'rib, ko'zlari qorong'ulashib ketibdi. Hayvonlar g'olib bo'ldi, bo'rilar mag'lub bo'ldi. Ammo bir oqsoq bo'ri hayvonlarning ko'zini g'alat qilib, g'ippida jangalning boshqa bir chetiga qechibdi-da, chatqonlikning ichiga kirib ketibdi. Buni ko'rgan qirg'avul uning nega mukidiganligini ko'rib olib, hayvonlarga xabar qilaychi deb orqasidan mengibdi. Tuyuqsizlar og'zi burni qon bir oqsoq bo'rining chatqonlikning ichiga kirib ketganligini ko'rgan chatqon ichidagi heliq toshqanning qo'rqindan ko'zga dunyo qorong'u ko'rinibdi. Yavuz bo'ri tishlarini g'uchurlatib, "Sen mening dushmanim bo'lasan-ku, shayton. Endi qo'lga tushdingmi, ha? Bugun jimidat ilmimni sendan olsam, to'xta!" deb devaylabdi. Toshqan shu chaqda ko'zlaridan munchoq yosh to'kib, "Taqsir, shafqatlik bo'ri ota. Men urushga qatnashmadim. Sizlarga qarshi jang qilamiz degan chaqda, yo'q, bo'ri podshoh nihoyat kuchli. Sizlarning kuchinglar yetmaydi dedim. Menga rahim qilsizlar bo'ri ota, menga rahim qilsizlar" deb yoluribdi. Rahim qilsizlar? Kimga? Agar sen men tarafda bo'lgan bo'lsang, nimishqa hayvonlarning maslahatlarini oldin menga xabar qilmading? Ha? Demak, aslida sen shular tarafda. Yo'qsa bo'ri ota, men sizlar tarafda. Undoq bo'lsa, debdi bo'ri. Men 40 kecha, 40 kunduz jang qilib, hordim, ochdim. Qani, yaqin meni ayollarimni tengib, o'zing yaxshilab kutgin. Toshqan lag'ildab titrab, ya oldiga, ya kayniga mangolmay, oxir bo'rining yeniga yaqinlashgan ekan, Yavuz bo'ri uni bir masmaqtab tutibdi-da, ikki chaynab yotibdi. Bechora Toshqanning bu echinishlik ahvolni ko'rgan daraxt uchidagi qirg'avul uchib berib, hayvonlarga xabar qilmoq bo'pti. U yo'lda ketayotganda, aloq-jaloq qechib kelayotgan tulkiga uchrabdi. "Hey, tulkivoy, sen nimishqa qochsan? Hayvonlar bo'riga qarshi jang qilyapti-ku" deb so'rabdi. Tulki qo'rqqandan atrofga qarab, "Hayvonlarning hasbi chekiga yetdi. Yig'idan yer bo'yi qoch degani anglamaganmidim? Bundaq chog'da qaysi bo'ri, qaysi tulki ilg'ab turmaydi? Ularga hammasi baribir. 5-10 kun birer yoqqa yushirinib turay deyman" deb javob beribdi. Qirg'avul tulkining hiylasini qo'rsqiga pukibdi-da, "Xap to'xta, hayvonlarga aytib, adabingni bermisam" deb jangal tarafga qarab uchibdi. Bu chaqda hayvonlar cho'ng bir marika tuzib, kim tirik, kim o'lik, kim saq, kim qandoq surishtirib, dushmanni yo'qotganlikning xushalligida bir-birini tabriklab to'y qilayotgan ekan. Qirg'avuldan ahvol uqib, bechora Toshqonga ich og'ritib qayg'urishibdi.
tulkidan nafratlanibdi. At so'rindi tantan bilan so'zga chiqib, Batur dostlarım, mani köydüңlar. Hammamiz birleşip yavuz düşmanni yo'q qildik. Toshqan bo'lsa, bo'rining qo'lida halok bo'ldi. Men sizlarga shuni aytib qo'yayki, ota-bobolarimiz aytgan ayrilganni bo'ri yer degan mana shu. Bu so'z umr bo'yi hech qaysimizning yodidan chiqmasin. Uşaq çoğ hayvanlar alı tağıl, egiz pes ovoz chiqarib, barakallah deb javob beribdi. Bir qancha kunlar o'tganda tulkilarni teri-perang qilibdi. Shuningdan tartib, ular texim umlashib, tinch aman, xotirjam yashashga boshlabdi. Kichik do'stlar, ayrilganni bo'ri yer degan so'z haqiqatanmi to'g'ri aytilgan? To'shqan qo'rqinchoqlik qilib, to'pdan ayrilib, bo'riga yem bo'ldi. Boshqa hayvonlar otning so'ziga kirib, ittifoqlashib, botirlik bilan jang qilib, bo'rini mag'lub qildi. Bizmi botir bola bo'lib, do'stlarimiz bilan urushmay, cho'chakdagi hayvonotlarga o'xshash ijil inoq o'taylik, ha? Men ishonaman, sizlar cho'qim qila olasizlar. Omoqlarim kesh bo'lib ketibdi. Endi baldir uxlanglar. Tatlı tushlar sizlarga amra bo'lsin.